Toshkent shahrining eng qaynoq nuqtasi. O'zingizni xotirjam his qilasiz. Bu qulaymi yoki komfortmi? Haqiqatdan ham eksklyuzivniy umumniy dom qilingan. iPhone 7 Pro Max. Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, Makon Realty'ning YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarni haqiqatdan ham eksklyuzivniy bo'lgan Toshkent shahrining eng qaynoq nuqtasi Mirobod Avenue'dagi 80 kvadratli 3 xonali kvartiramizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Uyga kirib kelishingiz bilan chiroyli bitta holdan o'zini tayyor shkaflarigacha, o'zingizni tomosha qilaman deydigan bo'lsangiz, tayyor podsetkali oynalari bilan. Bu patologgacha qilingan oyna o'zingizni bemalol tomosha qilib ko'chaga chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ahamiyat beringlar. Robot pilisoslargacha ham Xiaomi firmasiningini qo'yilgan. O'rtoqlar, mana bu joyga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu studiya formatda qilingan uyimizning remonti, divanli zona alohida, o'tirib ovqatlanadigan joy alohida qilingan. Bu qanchalik qulay ovqat pishirganingizda baribir o'zbekchilikda yog' hidlari bo'lishi mumkin. Bu qulaymi yoki komfortmi? Hozirgi zamon talabidan kelib chiqadigan bo'lsa, bunaqa studiya format komfortni hisoblanyapti. Kelaylikni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu oshxonamizda barcha texnikalar Bosch firmasiniki qilingan. Bosch firmasini o'zingizlar bilasizlar, eng zo'r narsalarni ishlab chiqarishadi. Pastda mo'ykalarigacha ham tayyor qilib qo'yishgan o'rtoqlar. Keyingi narsasini ko'radigan bo'lsangiz, sizlar bilan bu divanli zonada katta televizor, manba kaminga bitta ahamiyat berib qo'yishinglarni so'rardim. To'g'ri, bu eksklyuzivniy kamin, lekin bu o'zini освежитель, xonani увлажнительlarigacha ham bittada qilingan o'rtoqlar. Bu yengilcha yechim, kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu toshlari, yog'och teksturasini berib turadigan narsalari ham o'zgacha dizaynga vid berib turibdi o'rtoqlar. Bu kvartiramiz egasi kitob shu darajada yaxshi ko'rar ekanlarki, hamma joyga yaxshi kitoblarni qo'yib qo'yibdilar. Kitob bu eng zo'r do'st hisoblanadi. Endi sizlar bilan umumiy yuvinish xonasini ko'ramiz. Tayyor bo'lsanglar, marhamat. Bu yuvinish xonasi ishlatilgan keramik granitli tanlangan rangda hech qachon insonning ko'zini charchatib qo'ymas ekan, o'zingizni xotirjam his qilasiz. Mana shu oddiy dushlari ham hech qanaqa oldi qochdi narsalar ishlatilmagan strogiy formatda yuvinish xonasini tayyorlashibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga juda ham yoqdi, lekin bu xonamiz bo'lsa, ota-onalar uchun yotoqxona. Alisa, включи свет. Bu bitta xonada emas, balki butun uy bo'yicha umumiy sistema qilingan, umumiy dom qilingan, Alisa sistemasi o'rnatilgan. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, bu yotoqxona katta, keng emas, ixchamgina, lekin o'zini dizayneriga ega. Ko'rib turgan barcha narsalar eng sifatli narsalardan ishlatilibdi. Mana misol uchun oddiy mana shu biraga ham ahamiyat beringlar. Kitob o'qishga, misol uchun kechqurun o'zingiz o'tiradigan bo'lsangiz ham dam olib o'tirishga juda ham qulay qilishibdi. Men sizga aytganim boya, uy egasi kitoblarni rosa yaxshi ko'radi dedim-ku. Meni eng sevimli jamoam bo'lgan Manchester United. Alex Ferguson. Bu haqiqiy futbol legendasi bo'lgan trenerlar bo'yicha. Men juda ham hurmat qilaman bu insonni. Kitobini o'qib chiqishni men hammaga tavsiya beraman. Ikkin o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, chiroyli o'ziga xos shkaf qilingan bu yo'lga hamma narsalaringizni bemalol qo'yib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va ayollarimiz bo'ynadigan joylarigacha qilingan. Endi sizlar bilan eng zo'r qismiga yetib keldik. Bu ota-onalar uchun yotoqxonani o'zini yuvinish xonasi. Ishonaveringlar, siz bunaqa yuvinish xonasini hamma joyda ham ko'rolmaysizlar. Marhamat. O'rtoqlar, nima deyapti? Bitta o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Dush qilinmagan bu yoqqa vanna qilingan. O'zini katta oynasi bor. To'g'ri, devorga qaragan, lekin chiroqni o'chirib qo'yib, shampunli suvlarni qo'yib qo'yib, ko'pikli suvlarni qo'yib qo'yib dam olib o'tirsangiz, bu o'zgacha vibe beradi. Ishlatilgan rakminalari, unitazlar, barcha santexnikalari eng zo'r Nemetskiy firmanikini ishlatishibdi o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, bu xonamiz ham o'ziga yarasha chiroyli qilib ishlashibdi. Keyingi xonamiz bo'ladigan bo'lsa, bu bolalar uchun yotoqxona. Menga mana shu kresloni rangi yoqdi. iPhone 7 Pro Max. Oldindan bilishdi qanaqa rang chiqishini, shunga moslab turib, kitob ham qo'yib qo'yishdi. Kitobning nomi bilmas ekanman. Bu bolalar uchun yotoqxona, xishamgina,
Uy katta bo'lsa kimdirlar yaxshi ko'radi, lekin kimdirlargadir shunaqa kichkina ixchamli uy yoqadi. Mana shu oddiy misol shkafga ahamiyat beringlar. Juda ham chiroyli rangdan foydalanibdi. Dizayni ham o'ziga mos qilishibdi. Bu bolalar yotoqxonasidan chiqqanimizdan keyin sizga bitta narsadan ko'rsatmoqchiman. Shu savol meni o'zimni ham qiynaydi. Uyingizda kir yuvadigan xona bo'lishi bu qanchalik komfort? Bir emas, ikkita kir mashina. Bittasi yuvadi, bittasi quritadi. O'ng tomoningizda bemalol kirlaringizni dazmol qilasiz, kirlaringizni taxlab qo'yasiz. Bu 80 kvadrat metrlik 3 xonali uyga ortiqcha bunaqa narsa qilish kerakmidi yoki bitta garderobni qilib qo'ygan yaxshimidi? Lekin hamma xonada o'zini shkaflari, garderoblari bor o'rtoqlar. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Endi sizlar bilan ko'chani, uyi dvorni tomosha qilamiz. Qaniki. Toshkent shahar Mirobod tumanining yuragi hisoblangan Mirobod Avenuedan 3 xonali 80 kvadrat metrli uyimizni birgalikda tomosha qildik o'rtoqlar. Uyimiz sizlarga yoqdimi? Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib ketishingiz esingizdan chiqmasin. O'rtoqlar, kanalimizga obuna bo'lib, shu videoni yaqinlaringizga yuborib, bizani qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Ha, aytgancha, bu uyimizning narxini 340 ming dollar deb belgilandi. Agar olmoqchi bo'lsanglar, bizga qo'ng'iroq qilinglar va uyni shaxsan o'zim ko'rsataman. Hammaga rahmat.